بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Peygamberlik sayesinde Hira önkürü. Peygamber aleyhisselamның yaşı 40'a yakınlaşkan sırı onun ötkenki teammulat, yani oy fikirleri onun bilen kavmi o'rtasidagi ma'naviy halni cho'ngaytib etdi. U mush kunlarda ko'p hollarda yolg'izlikni xohlaydigan bo'lib qolgan edi. Shunga u suv va talqon qatorliq lozimatliklarni ilib Makkadan 2 mil, taxminan 3 kilometr yiroqlikdagi Nur tig'iga joylashgan Hira önkürüge chiqib ketdi. Uning oilasi uning bilan yaqin bir yerda turardi. Rasululloh haliq önkürda Ramazon oyida bir oy turib, o'tgan kechgan ojiz miskinlarga osh tomoq berish, istiqomat qilish va atrofdagi koinotning dalil pakitlariga va koinot orqasidagi yaratquchining zo'r kuch-qudratiga tafakkur yurgizish bilan vaqtni o'tkazadi. Vaholanki u o'z qavmining turoqsiz sherik aqidasidan va o'mchik to'g'ri kabi tasavvurlardan xotirjam bo'la olmayotgan bo'lsa-mu, lekin o'ziningmi o'zi ishonch qilaligidek va rozi bo'lgudek aniq nishoni, muqim pirani va tutib mangadigan to'g'ri yo'li yo'q edi. Payg'ambar alayhissalomning bundoq yolg'izlikni ixtiyor qilib qilishimi Allohning o'rinlashtirishi bo'lib, bu uni kelgusidagi ulug'vor ishlar uchun yetishtirib chiqish uchun edi. Bundoq cho'ng ishni ustiga elish umid qilinayotgan har qanday bir ruh egisi insoniyat jamiyatining amaliyatiga ta'sir ko'rsata olishi, u jamiyatning ta'tir iqimini boshqa yoqqa buriya olishi lozim edi. Uning uchun bu ruh egisi aralab yolg'iz turishi va hayotlik mashg'ulotlardan va turmushning besimidan, shuningdek kishilarning hayotini butunlay chirmib olgan parcha-purat g'am-g'ussalardan ayrilib turib, ma'lum vaqtini fikr tafakkur bilan o'tkazishga to'g'ri keladi. Janobi Alloh payg'ambar alayhisalomni ashu ulug' omonatni ustiga ola oladigan, yer shari vaziyatini Allohning irodasiga loyiq o'ngshay oladigan va tarixiy iqimni o'zgartirishga qobil istidodli qilib yetishtirib chiqish uchun mana mushundoq o'rinlashtirgan edi. Allah onunğa bu xilvat xumorlikni payg'ambarlik taklif qilishdan 3 yil ilgaridan boshlab solgan edi. U bu bir oylik yolg'izlik holatida mavjudiyat ruhi bilan erkin azodi parvoz qilib, Alloh izni qilsa, ashu g'aybi olam bilan bordikallik qilish o'ng'ay bo'lsin uchun mushu dunyoning keyindagi g'oyib olam haqida keng kushadi tafakkur, mulohiza yurgizadi. Jibril alayhisalomning vahiy ilib kelishi. Payg'ambar alayhisalomning yashi 40 ga to'shdi. 40 yosh odatda insonlarning raso takommullashgan davri bo'lib, aytilishicha payg'ambarlar mushu yoshlarda payg'ambarlikka avatilgan. Payg'ambarlik oldin bishoratlari Rasulullohning hayot sahifalarining har qaysi batlarida g'ilpol ko'zga cheliqishga boshladi va bu bishoratlar avval rost tushlardan boshlandi. Shunga u tush ko'rsala go'yo tong nuridek ro'shan, aniq ko'radi. Bu holat 6 oyda davomlashdi. Payg'ambarlikning muddati jami 23 yil bo'ldi. Bu rost tushmi shu payg'ambarlikning 46 qismining biri edi. Payg'ambar alayhisalom aralab Hira önkürde xilvatda turayotgan mezgilning 3-yili Ramazon oyida Alloh yer shari aholisini o'z rahmati bilan tartiqlashni iroda qildi chig'i, u Rasulullohga payg'ambarlikni vahiy qildi va Jibril alayhisalom orqali uningga Qur'ondan bir qancha oyatni nozil qildi. Vahiyning boshlanishiga oid ahvollar. Munosibatlik materiallarga nazar silib ko'rganimizda, bu vaqtni Ramazonning 21-kuni dushanba kechasi edi deb bekitishga bo'ladi. Bu milodiya 601-yili 8-oyning 10-kuniga to'g'ri keladi. Payg'ambar alayhisalomning yashi shu vaqtda qamariya kalendari bo'yicha 40 yoshga to'shib 6 oy 12 kun oshgan edi. Shamsiya kalendari bo'yicha 39 yoshdan 3 oy 12 kun oshgan bo'ldi. Biz Oysha radhiyallohu anhaning so'ziga quloq solaylik. U bizga kufri va ozg'unlikning qorong'u zulmatlarini yerib, oxiri hayotlik yo'linishini o'zgartgan va tarixiy siziqini ruslagan ilohiy nurning sho'lisi shu voqeaning tafsilotini so'zlab berib mundoq deydi. Payg'ambar alayhisalomga vahiy eng dastlabda rost tushlar bilan boshlandi. U tush ko'rsala tong nuridek ochiq, ro'shan ko'radi. Shuningdan keyin u yolg'izlikni xohlaydigan bo'lib qoldi. U Hira önkürda oilasiga qaytmay, necha kun istiqomatda bo'ladi. Ondan Xadichaning yoniga qaytib, yana oldingiga o'xshash uzuq-tulik rastlab chiqadi. Oxir bir kuni uningga haq farmon keldi. U bu chaqda ashu Hira önkürda yanada xilvatda istiqomat qilyotdi. Shu on Rasulullohning oldida bir farishta paydo bo'lib, "O'qi" dedi. Rasululloh, "Men o'qishni bilmayman" dedim deydi. Shuning bilan eliq farishta meni qattiq siqdi. Hatto charchab ketdim. Ondan qo'yib etib, "O'qi" dedi. "Men o'qishni bilmayman" dedim.
Farishta yana ikkinchi va uchinchi qitim qattiq siqib qo'yayotgandan keyin yaratgan Rabbingning ismi bilan o'qig'in. U insonni uyul qondan yaratdi. O'qig'in. Parvardigoring eng hurmatlidir. U qalam bilan xat yozishni o'rgatdi. İnsonga bilmagan narsalarni o'rgatdi, dedi. Qur'oni Karim sura Alaq 1-oyatdan 5-oyatlargacha. Payg'ambar alayhisalom qo'rqqandan yuragi pulanglagan holda uyga qaytib Xadijaga meni yugab qo'yinglar. Meni yugab qo'yinglar. Ular payg'ambar alayhisalomni yugab qo'yishdi. Bir chaqdan keyin uning qo'rqinchisi besqib, yuragi pasiydi. Xadijaga ahvolni so'zlab berib, "Menga nima bo'lgandi? Men o'zimdan qo'rqib qoldim", dedi. Xadija, "Yo'q, Alloh bilan qasamki, Alloh seni hargiz rasvo qilmaydi. Chunki sen xish aqrabolarga sizlar rahim qilsan. Ojiz bechoralarga yordam qilsan. Yo'qsullarning holidan xabar olsan. Mehmonlarni yaxshi kutsan, haq uchun yordam qilsan", dedi. Ondan uni o'zining bir navr tuqquni, tog'asining o'g'li Varaqa ibn Nawfalning qishig'i boshlab bordi. Varaqa jahiliyat zamonida xristian diniga e'tiqod qilgan kishi bo'lib, u Ibron yezqini biladi. İncil'den İbrancha ko'p narsalarni yezib xotir qoltiribdi. Amdilikda bo'lsa, u yashinib qolgan bo'lg'achqa ikki ko'zidan ayrilib qolgan edi. Xadija uningga: "Ey tog'amning o'g'li, qarindishingizning o'g'liga, ya'ni Muhammad alayhisalomning so'ziga quloq soling", dedi. Varaqa: "Nima bo'ldi, ey qarindishimning o'g'li?" deb Rasulullohdan so'radi. Payg'ambar alayhisalom ko'rganlarini so'zlab berdi. Varaqa uningga: "Alloh Musa alayhisalom nozil qilgan shariat dal mushu. Koshki men yosh navqiron bo'lsamchi, qavming seni qo'g'lab chiqarganda men hayot bo'lsamchi", dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Ular meni qo'g'lab chiqararmi?" dedi. Varaqa: "Ha, payg'ambar bo'lgan odam dushmanlik bo'ladi. Agar men sening ash kunlaringgacha yashasam, sana kuchimning boricha yordam qilgan bo'lardim", dedi. Ondan uzun o'tmay Varaqa olamdan o'tdi, vahiymo uzilib qoldi. İmam Tabari va Ibn Hisham payg'ambar alayhisalomga vahiy tuyuqsiz kelgandan keyin uning g'ardan chiqib ketganligini, ondan yana qaytib g'arda istiqomatini davomlashtirganligini, shuningdan xili keyin Makka ga qaytganligini rivoyat qiladi. Tovandikilar uning rivoyatining to'liq tekstidir. Payg'ambar alayhisalom vahiy nozil bo'lganligini zikr qilib bo'lgandan keyin mundaq dedi: "Allohning mahluqoti ichida menga Majnun va shoirlardan boshqa 3 odamim qolmadi. Hatta shoir va Majnun deganlarni ko'rmasam deydim." Payg'ambar alayhisalom yana mundaq dedi: "Men ko'nglimda mening shoir yoki Majnun bo'lib qolishim mumkin emas. Navoda shundoq bo'lib qolsamchu, Qurayshlar buni mangu eg'izin eg'izi ko'tarib yurishadi. Bu chaqda men egiz tog'larga chiqib, o'zimni etib o'lib olmanda, ondan mangu rohat olaman" deydim. Men shundoq qilmoqchi bo'lib, necha qatim toqqa chiqdim. Hatto tog'ning yerimiga chiqib bo'lganimda osmondan: "Ey Muhammad, sen Allohning payg'ambari, men Jibril" degan sadoni angladim. Beshimni ko'tarib qarsam, Jibril ikki qadamini osmonning qa'rida ixtiyoriy qo'ygan holda: "Ey Muhammad, sen Allohning payg'ambari, men Jibril" deginicha turibdi. Shuning bilan men uningga qarab jim qetib qoldim. O'ylaganlarim dilimdan o'chdi. Ya oldimga, ya orqamga yanolmadim. Yuzimni qaysi yoqqa bursam, shu holat ko'rindi. Men ya oldimga, ya orqamga yanolmay shu peti turaveribdiman. Hatto Xadija meni izlab odam avatib Makkani qizitibdi. Bir damdan keyin shu ahvollar g'oyib bo'ldi. Menmi uyga qaytib, Xadijaning bag'riga beshimni qo'yib yotdim. U menga: "Abul Qosim, nelarda yurdingiz? Alloh bilan qasamki, men sizni ko'p izlab ketdim. Bolalar sizni Makkaga kirib topolmay chiqdi", dedi. Men uningga ko'rganlarimni so'zlab berdim. Xadija menga: "Xush bo'ling, ey tog'amning o'g'li. Sabit barqadam bo'ling. Alloh bilan qasamki, men sizni mushu ummatning payg'ambari bo'lasizmikin deyman", dedi. Ondan berib Varaqaga ahvolni yana aytdi. Varaqa: "Katta ish bo'pti. Nihoyat katta ish bo'pti. Alloh bilan qasamki, uningga Musa alayhisalom kelgan ulug' shariat kelibdi. U cho'qim mushu ummatning payg'ambari bo'lgudak. Siz uningga aytib qo'ying, xotirjam bo'lsin", debdi. Xadija qaytib kelib, menga Varaqaning aytganlarini so'zlab berdi. Bu qitim Rasululloh yilqi g'ordagi istiqomatini oyoqlashtirib, Makkaga qaytib kelibdi, uni Varaqa izlab ketdi. Uning og'zidan ba'zi voqealarni anglab, "Alloh bilan qasamki, siz cho'qim mushu ummatning payg'ambari bo'lgudaksiz. Sizga Musa alayhisalom kelgan shariat kelibdi", dedi. Vahiyning uzilib qolishi.
ibn Sa'ad Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhudan vahiyning uzilib qolgan vaqtining faqat bir qancha kunlar davomlashganligini naql qildi. Har qaysi taraflarga nazar solganimizdami, mush qarashning to'g'ri ham ishonchlik ekanligini ko'rib olamiz. Ammo vahiyning uzilib qolishi 3 yil yoki 2,5 yil davomlashgan degan so'zlarning hech qanday dalili yo'q. Biz bu yerda uningga radiya berib o'ltirmaymiz. Payg'ambar alayhissalom vahiy uzilib qolgan mazgillarda qattiq bearam bo'lib, g'am andisha his qildi. Uni har tarafdan hayronlik va qo'rqinch bosatdi. Imom Buxoriy Kitabut Ta'bir degan bobda tövandikidek rivoyat qilgan. Vahiy bir mahal uzilib qoldi. O'qishimizcha bu chaqda payg'ambar alayhissalom qattiq tit bo'lib, necha qatim tog' cho'qqisidan o'zini etib olish uchun tog'ning qiya cho'qqilariga yetib borgan. Bu vaqtda uning ko'z oldida Jibril alayhissalom paydo bo'lib, "Ey Muhammad, sen Allohning barhaq payg'ambari" deydi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalomning dili taskin tepib, ko'ngli aromiga tushadi-da, yana qaytib keladi. Vahiy pat kelmagan sari u yana qayg'u alamga petib, oldinqidek qarorga kelib yo'lga chiqadi. Hatto tog' cho'qqisiga yetib borganda Jibril alayhissalom yana paydo bo'lib, yeliq so'zini takrorlaydi. Vahiyning qayta aslik kelishi. Ibn Hijriy mundoq deydi. Bu, ya'ni vahiyning bir qancha kun uzilib qolishi payg'ambar alayhissalomda vahiy nozil bo'lgan tufayli paydo bo'lgan qo'rqinchni yo'qotish va vahiyning aslik kelishini sig'indirish uchun edi. Payg'ambar alayhissalomning engidan tengirqash qor tumanlari asta-asta zoil bo'lib, haqiqat dog'dam yo'llari ro'shan, aniq ko'rinishga boshladi. U o'zining tangdoshsiz buyuk Allohning payg'ambari bo'lganligini va o'ziga osmon xabarini yetkazadigan farishtaning vahiy elchisi ekanligini tunib yetdi. Rasulullohning vahiyni seg'inishi uning vujudida mushi yo'lda duch keladigan qiyinchiliklarga qarta sabit bir qadam tuyg'usi va mustahkam iroda tikladi. Shuningdan keyin uningga Jibril alayhissalom ikkinchi qatim vahiy elib keldi. Imom Buxoriy Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan rivoyat qilib, payg'ambar alayhissalomning vahiy uzilib qolganligi to'g'risida so'zlab berganligini rivoyat qildi. U mundoq dedi: "Bir chaqda men ko'chada ketib o'tdim. Osmon tarafdan bir ovoz anglandi. Beshimni shundoq ko'tarib qarasam, Elqi Hira g'orida kelgan farishta havo bo'shliqida cho'ng bir o'rindiqda o'ltiribdi. Men uningdan qattiq qo'rqib, yerga yiqildim va uyga qandoq kelganimni bilmayman. Kelibla meni yugab qo'yinglar. Meni yugab qo'yinglar" dedi. Shuning bilan uydagilar meni yugab qo'yishdi. Bu chaqda Alloh taolo Muddassir surasidan tövandagi oyatlarni nozil qildi. "Ey vahiy nozil bo'lgan chaqda kiyimiga cho'kib olg'uchi payg'ambar, tur, insonlarni Allohning azobidan ogohlantir. Parvardigoringni ulug'la, kiyimingni pok tut. Azobdan, ya'ni azobga qoldiradigan ishlardan yiroq bo'l." Shuningdan e'tiboran vahiy orqa-marqa uzilmay nozil bo'lishga boshladi. Vahiy turlari haqida tushuncha. Biz Muhammad alayhissalomning payg'ambarlik va elchilik hayotining tafsilotiga tutish qilishdan avval ashu payg'ambarlikning manbasi va islom davlatining asli xemir turuvchi bo'lgan vahiyning turlarini tunib olishimizga to'g'ri keladi. Ibn Qayyum vahiy turlarini darajaga ayirib mundoq degan. Birinchisi rost tush. Bu payg'ambar alayhissalomga vahiyning boshlanishi bo'lgan edi. Ikkinchisi payg'ambar alayhissalom tövandagi hadisda Jibril alayhissalom mening qalbimga har qanday bir nafs o'z rizqini yeb bo'lmoqcha hargiz o'lmaydiganligini ilqo qilib tashladi. Shunga sizlar taqvodorlikni lozim tutinglar. Rizqi talab qilishda to'g'ri yo'l tanlanglar. Rizqning kechikib qolishi Allohga osiylik qilib rizq izlashga elib bormasin. Allohning noz-ne'matlariga faqat Allohga itoat qilish bilan erishgili bo'ladi. Deganiga o'xshash Rasulullohning qalbiga farishtaning vahiy ilqo qilishi, ya'ni vahiy tashlashi. Ammo Rasululloh u farishtani ko'zi bilan ko'rmaydi. Uchinchisi, farishta payg'ambar alayhissalomga odam suratida kelib, yuz turani so'zlaydi. Payg'ambar alayhissalom uning aytganlarini esda qoldirib oladi. Bundaq chaqda uni sahobalarmi ko'ralaydi. To'rtinchi, ba'zida vahiy qo'ng'iroq ovozidek jaranglik keladi. Bu xildagi vahiyning besimi payg'ambar alayhissalomga nisbatan eng og'ir bo'lib, vahiy farishtasi shu ovoz bilan birga keladi. Hatto qahraton sovuq kunlardami Rasulullohning beshonalaridan chap-chap tarlar eqib tushadi. Navoda Rasululloh uloq ustida bo'lsa, uloq tizilib o'ltirib qoladi. Bir qatim Rasulullohga mush tariqada vahiy nozil bo'lgan edi. Bu chaqda Rasululloh putini Zayd ibn Sabitning puti qo'yib o'ltiroliq edi. Shu an Rasulullohning puti qattiq ig'ir besib, Zaydning putini sindirib atkila tasli qoldi. 5-si, payg'ambar alayhissalom vahiy bilan nozil bo'lgan hilq farishtani asli qiyofasida ko'radi.
farishta uningga Alloh xohlagan vahiylarni yetkazadi. Bu xildagi vahiy Sura Najmda zikr qilingandek jami 12 qatim muyassar bo'lgan. 6. Payg'ambar alayhisalom Mi'rojga chiqqanda 7 osmonda Alloh bevosita uningga namoz va boshqa amallarni farz qilib nozil qilgan vahiysidir. 7. Allohning payg'ambarlarga farishtani vasita qilmasdan Musa alayhisalomga so'zlagandek bevosita so'z qilishi. Bu xil martaba Musa alayhisalomga muyassar bo'lganligi Qur'oni Karimda naql qilingan. Ammo payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning bu martabaga musharraf bo'lganligi Isro hadisi bilan sabitdir. Ya'ni ba'zi olimlar vahiyning 8 bir xili bor. U bo'lsa-mu Allohning payg'ambarga hijobsiz holda yuzma-yuz vahiy qilishidir deyishdi. Bu ahli salaf, ya'ni burunqi ulamolar bilan ahli xalaf, ya'ni keyingi ulamolar o'rtasidagi ixtilofli masaladir. Alhamdulillah. Vahiyning 1 va 8 martabasini ozroq qisqartib naql qilish bilan vahiy turlarining tunishtirilishi ayollashdi. Ilohiy chaqiriq va uning moddalari. Payg'ambar alayhisalom Alloh taolaning vahiy nozil bo'lgan chaqda kiyimiga cho'mkilib olg'uch payg'ambar. Tur, insonlarni Allohning azobidan ogohlantir. Parvardigoringni ulug'la. Kiyimingni pok tut. Azobdan, ya'ni azobga duchor bo'ladigan ishlardan yiroq bo'l. Ko'p berish niyatida berma. Ya'ni kishiga biror narsa sovg'a qilsang, undan ko'p berishni tamo qilma. Parvardigoring uchun qavmingdan yetgan aziyatlarga sabr qil. degan mazmunda bir necha ilohiy chaqiriqlarni topshirib oldi. Bu chaqiriqlar garchi qarmoqqa oddiy yuzakidek tuyulsa-mu, inchikilab tahlil qilganda ma'nosi cho'nqur, nishoni aniq, ta'sirchanligi kuchli, real amaliyotchanlikka ega dono buyruqlardir. 1. Ogohlantirish. Buningdan maqsad hayotlik olamidagi har qanday bir shaxsni Alloh rozi bo'lmaydigan yo'lda mengayverishining yomon oqibatidan ogohlantirish. Uning qalb tarillarini qo'rqinish va ayminish pardalari bilan ta'sirli ravishda chekib qo'yishdan iborat. 2. Parvardigorini ulug'lash. Buningdan maqsad yer yuzida Allohning azimati va katta sha'nu shavkatidan boshqa har qanday bir hakavur, yovuz kuchni e'tirof qilmaslik. Barliq ulug'lik va buyuklik Allohga mansub degan aqidani turg'izish. 3. Kiyimni pok tutish va azobga duchor qiladigan ishlarni tashlash. Buningdan maqsad inson ichi va teshini uzil kesil poklash. Allohning rahmatining soyisi va hidoyatining nuri ostida yashagan ekan, mumkin qadar barliq salbiy ishlardan va odamning ruhiga dog' keltiradigan ishlardan o'zini tortish. Shunda qilganda ondan insoniyat jamiyatidagi eng yaxshi ulgu bo'lg'il bo'ladi. Bu chaqda sog'lom qalb egillari uning atrofiga uyushidi. Humron razgi dillarmi uning hayotini va oliyjanob fazilatini his qila oladi. Natijada butun dunyo ixtiyoriy yoki majburiy holda uning rahbarligi ostiga markazlashadi. 4. Qilgan etgan yaxshilikni ko'p sanab ketmaslik. Buningdan maqsad inson o'zining yaxshi ish-harakatlarini, ko'rsatgan tirishchanliklarini bak cho'ng sanab ketmaslik. Davomli harmoy talmay tirishib ishlash, jafo chekish, badal to'lash va qurbonlik berish irodasini tiklash. Uningdan keyin bu ishlarning hammasini unutib ketish. Balki Allohni o'ylaganda qilgan yaxshi ish, yaxshi faoliyatlarni eslab yuradigan emas, hatto o'zini unutadigan barligini Alloh yo'lida fido qiladigan irodaga kelish. Oxirgi oyatda pat arada payg'ambar alayhisalom haqqoniyatga qarshi zolimlarning qarshilik, mazoq va masxiralariga, payg'ambar alayhisalom va uning ashablarining o'ltirilish, qasdlashlarga, hatto uning atrofiga uyushgan mo'min musulmonlarni tal-to'kis yo'qotish g'arazlarida bo'lish qatorliq aziyat kulfatlarga uchraydiganligi to'g'risida ishorat berilgan. Hamda Alloh taolo payg'ambar alayhisalomni shaxsiy manfaatini deb emas, balki faqat Allohning roziligini ko'zlab, yuqoridagi har qanday qiyinchilik, ig'ir kulfatlarga parvo qilmay, botirona jasorat bilan olg'a ilgirlashga buyurgan. Allohu akbar. Bu amr farmonlar ko'rinishda to'limi oddiy, ammo kishining qalbiga ta'sir qilishi va amaliyotchanligi nima degan kuchli. Ahamiyati nima degan zo'r. Butun dunyoni birli nishonga yetaklashda nima degan yorqin va jalb qilarlik. Yuqorqi oyatlar da'vat va vaz-nasihat moddalarini o'z ichiga olgan bo'lib, inzor, ya'ni ogohlantirish so'zining o'zila hayotlikdagi ba'zi amallar o'z egallariga intayin yomon oqibat keltiradiganligini uqtirdi. Alayli odamlar o'zlarining nom amallarining natijasini o'sha dunyoda to'liq va naq ko'rolmaydiganligi hammaga ayon. Ularning amallarining yaxshi-yomon jazo mukofoti o'sha dunyoda hargizmi yepidan yig'nisigacha to'liq muayyanlashtirilmaydi.
Muşunun qarğanda inzarning o'zila amallarga qarta cho'qim hisob kitob bo'ladiganligi va hayoti dunyoning kunlaridan boshqa bir kunning cho'qim mavjudligini shartsiz dalillaydi. U kun bo'lsa-mu qiyomat kunidir. Mana bu kunning mavjudligi bizdan dunyoda hozir yashayotgan hayotdan o'zga boshqa bir hayotning mavjud bo'ladiganligini vujudimizdan taslim bo'lib tushunishimizni talab qiladi. Oyatning davomi yana bandalardan to'g'ri aqidalik bo'lishini, hamma ishda Allohga tavakkul qilishni, o'z nafsiga cho'q tortib, o'z manfaatini a'lo bilishdek shaxsiyatchilikni tark etishni, Allohni rozi qilish badaliga bandalarning roziligi, qo'llashini qo'lga keltirishdek vijdonsizlik illatlarini qat'iy tark etishni talab qiladi. Da'vat temalarni tövandagi moddalarga markazlashtirishga bo'ladi. 1. Tavhid, ya'ni tabiatning yaratquchisi va boshqaruvchisi yakka yagona Alloh deb e'tiqod qilish. 2. Qiyomat kuniga iymon keltirish. 3. Yomon oqibatlarga elib boradigan munkar, fohish ishlardan qo'l uzish va ulug'vor, go'zal, yaxshi ishlarni ko'plab qilish orqali o'z nafsini poklash. 4. Ishlarning hammasini Allohga topshirish. 5. Yuqorqi belgilanlarning hammasini Muhammad alayhisalomning payg'ambarligiga iymon keltirgandan keyin uning to'g'ri rahbarligi va dono yo'l yo'riqlari ostida elib berish qatorliqlar. Ondan oyatning boshlanishida buyuk Allohning payg'ambari alayhisalomni bu ulug'vor ishga taklif qilish nidosi va uni g'aflat uyqusidan va beshini chumkib olib bexud yetib olishdan jihad qilish, kurash qilishga va jafo mushaqqatga chaqirish nidosi bilan boshlanadi. Mazkur oyatda go'yo ey Muhammad, bir kishilik nafsi jini uchunla yashag'uvchilar jafo tortmay rohatlik yashashi mumkin. Ammo sana o'xshash bundoq ig'ir yukni o'z zimmasiga olg'uvchilar uchun aytganda uyquning nima keragi? Rohat farog'atning nima keragi? Illiq firosh, tinch turmush va ko'rkam mol-matolarning nima keragi? Tur, ulug'vor ishlar seni kutmoqda. Ig'ir yukni zimmanga elish uchun tur. Jafo mushaqqat va qiyin kulfatlar uchun tur. Qong'ich uxlash, rohat farog'at va huzur halovatning vaqti kelmasga ketdi. Endi bugundan itiboran izchil bidorlik va uzoq so'zilgan jafoliq kurash boshlanadi. Tur, mushu ishlar uchun tayyor tur va buyruq kut deyilgan edi. Mana bu qat'iy ham keskin buyruq payg'ambar alayhisalomni oila shodligidan, rohatlik illiq ko'rpisidan va tinch xotirjam turmushdan so'rab tortib chiqib, kishilarning ideviy ahvoli va turmush amaliyotidagi mavqesizlik, xurofotlik va bo'lmag'in nohaqchiliklar orasiga ixtiyorsiz ittirib akirdi. Payg'ambar alayhisalom bu buyruqqa binoan o'rnidan dast turdi. U shu turguncha 20 yildan ko'proq vaqt izchil mustahkam, sabit barqadam turdi. Deb rohat sig'inib o'ltirmadi. Erib to'xtab qolmadi. Endi bo'ldi qilay demadi. O'z shaxsiyati va yoki oila tavobatlari uchun yashamadi. U yer sharidagi eng ig'ir yuk, cho'ng omonat yukini, insoniyatning aqida yukini va har qaysi maydonlardagi jang va jihad yukini o'z zimmasiga olib, harmay talmay izchil Allohning diniga da'vat qilib, 20 yildan ko'proq hayotini kurash maydonida o'tkazdi. U bu ilohiy chaqiriqni topshirib olib, payg'ambarlik vazifasini ustiga olgandan buyon bir ishni yana bir ishga to'qinishtirib qo'ymadi. Bir ishni deb yana bir ishni oqsitib qo'ymadi. Alloh uningga biz va barliq musulmonlarga vakolatan eng yaxshi mukofot ato qilsin. Amin. Tövəndiki qurlar payg'ambar alayhisalomning da'vat elib borgan muddatdagi jafoliq, kurashchan umr manzillarining kichikiltirilgan tasviridir. Uni ko'ngil ekraningizdan o'tkazib ko'rgaysiz.